Leksimizi davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Endike mavzu mındak. Zor bir haber. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanga halqılık su osti parxodi texnikasini setib berishini tasdiqladi. Mavzuli xabar 4-oyning 7-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Amerika savdogarlarining savdogarchilik yo'llari orqali Tayvanga halqılık su osti parxodi texnikasi va uskunalarni setib berishini tasdiqladi. Shanba kuni Tayvan buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga rahmat aytdi. Tayvan prezident ishxonasi bayonotchisi Lin Heming mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining qarori Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini o'stirishga foydali bo'lib qolmasdan burayning bexatarligi, muqimligiga zor yordami bo'ladi. Tayvan buning uchun samimiy rahmat aytdi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatildi. Tayvanning davlat mudofaa bexatarlik ko'ngil bo'lganligi uchun yetarlik mudofaaga kerakli narsalar bilan ta'minlaganligi uchun ham rahmat aytdi. Su osti parxodining aloqador texnikalarni eksport qilish masalasi Amerika Jungo munosabatida izchil, intayin sazgar masala bo'lib kelgan. Amerikaning Tayvan munosabatlari qonunida belgilanishicha, Amerika Tayvanga mudofaaga ehtiyojli qurol-yarog'lar bilan ta'minlasa bo'ladi. Lekin Jungo hukumati su osti parxodi hujum qilish xarakterli qurol deb hisoblab, Amerikaning Tayvanga su osti parxodi setib berishi izchil qarshi kelgan. Bir Jungo siyosiy xiris e'lon qiladigan G'olliq Tayvan mustaqilchilari. Ya'ni bir xabar, endi yangi xabar. Bir Jungo siyosiy xiris e'lon qiladigan G'olliq Tayvan mustaqilchilari tashkiloti Shilidao ittifoqi qurildi. Mavzuli xabar 4-oyning 7-kuni Banvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Tayvan birlashma axborot to'rining 7-kuni tarqatgan xabarga asoslanganda Tayvan Yeshillar va Ko'klar matbuoti umumiy xalq televiziyasi shirkatining mudiriyat boshlig'i Go Pixungning chaqiriqi bo'yicha jumladan Tayvanning sobiq rahbari Li Denghui, sobiq prezident Li Denghui, sobiq prezident Chen Shui-bian, sobiq muavin prezident Liu Shulian, Fengmin qatorliq 150 nafar kishi imzo qo'yib, o'rtaq chaqiriq chiqarib, Shilidao ittifoqi tashkiloti 7-kuni tushdan burun Tayvanning Kaohsiung shahrida qurildi. Referendum qonunni o'zgartirishni ilgari surib, kelar yil 4-oyning 6-kuni mustaqillik uchun referendum o'tkazishni qaror qildi. Bu harakatlar diqqat, Uyg'urning mustaqilligini xohlaydigan kishilarga og'izdagi yel bilan emas, amaliyotda Uyg'urning mustaqilligini asli keltirishni qo'llaydigan va shuni o'zining siyosiy maslaga qilib belgilagan Uyg'urning o'g'il qizlariga mana sizlarga endi bu yo'l ochildi degan gap. Chunki birinchi qadam boshqalarning, birinchi qadam tunji qadamni Uyg'ur bo'lsamaydi dunyoda hozirgi ahvolda. Birinchi qadam boshqalarning, bularning qadami orqasidan biz yetib kelamiz, hurmatli vatandoshlarim. Demak, hozir Uyg'ur zionistlari Tayvan hozir sizlarga yo'l ochib Uyg'ur zionizm, Uyg'uriston, Uyg'ur zionizm, Uyg'ur zionistlari Tayvan sizlarga yo'l ochib Xabarda mundaq ko'rsatildi. Sobiq prezident Li Denghui ma'muriyatning sobiq boshlig'i Zhang Jinxiong, Yu Shifang, Davr kuchi partiyasining boshlig'i Huang Guochang qatorliq kishilar qurilish marosimida qatnashdi. Ya'ni Tayvan mustaqillik uchun qurilgan tashkilot Shilidao ittifoqi tashkilotining qurilishida qatnashdi. 90 yoshda oshgan Tayvan mustaqilchisi Li Denghui, sobiq prezident Li Denghui nutq so'zlab bunday ko'rsatdi.
Tayvan namı yolluk bolışı gerek. Asasa kanun tüzüş, referendum ötküzüşke tayiniş arkalık Tayvan halkının Tayvan bu devletini ten elişini torguzuşu gerek. Korusaktığın saklamay, istipaklaşıp, Tayvan'ın namı bilen dünyayı yüzlenip, Tayvan'ı yana bir katım, olaq devletke aylandırışlar ki. Bu sabık prezident Li Denghui'nin teşkilatının kuruluşu murasımı katnaşkanda sözlügen notka. Tayvan'ın yana bir sabık prezidenti Tayvan müstakil Çin Şubiyan, televizya film arkalık notok sözlep, müstakilçiler teşkilatı Şili Dav İttifakı'nın kuruluşunu kolladı. Yani bir mavzu haber. Aksaray, Cungo'nun oğurlaş şeklinde Amerika'nı boğuşuğu uğrunuşka yol koygulu bulmaydı. Bir de mavzulu haber 4. ayının 8. gün Dovi Torbeti ilan kılın. Haber bundak başlar. Amerika Cungo soğudu sürükülüşü barğan sürü keskilleşti. Aksaray'ın meselesi bundak görsetti. Cungo'nun oğurlaş şeklinde Amerika'nın kelgüsünü boğuşka, uğrunuşuğa yol koygulu bulmaydı. Yeniden vazifeye tayinlengen Aksaray İktisat Komitetinin müdürü Kutlav, 4. ayının 6. günü bundak ta'kidledi. Soğudu sürükülüşüne Prezident Trump hükümetinden körgili bulmaydı. Ayıplaş, doğru gelsi Cungo'nu ayıplaş gerek. O mundak dedi. Fen tekniki bu kıtım vakanın yadrosudur. Amerika'nın fen tekniki neticelerini Cungo'nun devamlık oğurlaşıga yol koygulu bulmaydı. Oğurlaş Amerika'nın kelgisini boğup taşlagallıktır. Cungo birinci dünyaya mensup oldu. Emdilikte ula kaydı nizamlara ve kanunlara raya kılışını ügünüşü gerek.